Assalomu alaykum obunachilarim. Bugun generalniy uborka kuni qildim o'zimga. Oshxonadagi posudalarni yuvishdan boshladim. Barcha uy bekalarini orzusi bo'lsa kerak, xuddi shunday posuda yuvilishi. Oshxonalarimni tozalab bo'ldim. Endi keyingi xonaga o'tamiz. Ertalab bolajonlarimni zavtraklarini qildirib, bog'chalariga jo'natdim. Endi asta-sekin uborkani boshladim. Sizlarda ham bolajonlaringiz dam olish kunlari ertalabdan turib olishadimi? Maza qilib uxlashni o'rniga. Bizda har doim shu ahvol. Bog'chaga boradigan kunlari kech uyg'onishadi-da, dam olish kuni ertacha uyg'onishadi. Keyin xo'jayinim uxlasizlar, ertalabdan kechgacha tik oyoqda yuriydilar deb bolalarni olib chiqib ketishga majbur bo'laman. Har kuni o'zimga aytaman, dam olish kuni dam olaman. Qayerda? Bolajonlarim uyda paytib bir xonani bo'shatib beraman o'yinchoqlari bilan o'ynashlari uchun. Bo'lmasa telefonga ko'zlari og'rib ketguncha o'ynashadi. Mana o'sha xona titilib ketganini ko'ryapsizlarmi? 3 kun ichida uchalari ana shunday yaxshiliklar qilishdi menga. Nima ham derdik? Bola bo'lsa sho'x bo'lsin deyshadi. Mayli bor bo'lishsin. Mana bir faslda yig'ishtirib ham oldim. Menda uzoqlashmang. Bu videomning ikkinchi qismi ham bor.